Ming yillar davomida yer bilan osmon o'rtasida marvarid shakllandi. Marvarid hayotning energiyasidan quvvatlanib, kuchli va sog'lom bo'ldi. Ammo bir kuni u yomon energiyani uchratib, uni o'ziga singdirdi va yovuzlashdi. Shunda buyuk ustoz Tenzu uni jilovlash maqsadida 2 shogirdini yubordi. Bu menda Injenjey. Besonaqay meshqorin deysa-da, aslida juda kelishgan. Ko'rkam, olifta yigitman. Boshqalarning fikri meni qiziqtirmaydi. Marvarid, mendan bugun qochib qutula olmaysan. Shingin bal, uni qo'rqitib yubording. Kichkintoy, kel o'zimga. Kela qol.